Demak, yana bir ko'pchilik murojaat qiluvchilarimiz bizni yoshlar o'rtasida murojaat qiluvchilarning ko'pchiligini tashkil qiladigan bir mavzu bu o'sha nikohdan so'ng qanaqa farzand bo'lmayotganligi, nikohdan so'ng o'zi qancha vaqtda farzand bo'lishi shart yoki qancha vaqtgacha bo'lmasa xavotirga olish kerak yoki tekshiruv qilish kerak degan mavzularda ko'pincha murojaat bo'ladi. Bunda biz tavsiyamiz umumiy bu holatda shundan iboratki, nikohdan so'ng albatta er va xotin birga yashashi talab qilinadi masalan. Yoki masalan qaysidir sabablar tufayli er va xotin uzoq vaqt davomida birga yashamaslik holatlari kuzatilishi mumkin. Bu masalan eridan qanaqadir uzoq masofada borib ishlab 15 kun orada yoki haftalik yoki 10 kunlik ishga borib kelishi yoki uzoq shaharda o'qishga ketishi yoki ayolni yoki erinida orada 20 kun, 1 oy, 1,5 oylik birga yashamaslik holatlari kuzatiladigan holatlar ham bor. Bunaqada boshqacha tavsiyalarga yuzaga keladi. Biz masalan hozirgi holatda aytmoqchi bo'lganimiz, ko'pchilik murojaat qilib kelishadi. Masalan, nikoh bo'lganiga 3 oy bo'ldi, farzandimiz yo'q deb xavotirlanib yoki 5 oy bo'ldi, farzandimiz yo'q bo'lmayapti degan holatda. Fan bu holatda nima deydi? Bu umumiy fanni tavsiyasi, standarti bu holatda shunaqaki, nikoh qurgandan so'ng uzluksiz birga er-xotin yashashi holatida 1 yil muddatda homiladorlik kuzatilmasa xotinida, unda 1 yil muddatda bo'lsa o'sha birlamchi bepushtlik tashxisi qo'yiladi. Bungacha masalan 1 yil bo'lguncha holatda masalan 7 oy bo'ldi farzandi yo'q yoki 6 oy bo'lyapti farzandi yo'q, bu holatda hali bepushtlik tashxisi to'g'ridan to'g'ri qo'yilmaydi. Va buni holatlar yuzasidan o'rganiladi. Masalan, yuqorida aytganimizdek uzoq masofada o'qib kelishi ma'lum muddatda bo'lmasligi, uyda yoki bir hafta ishlab, bir hafta uyda bo'ladigan holatlar uchrab turadi. Mana shunaqa holatlarda shu uyda bo'lmagan kunlari inobatga olinadi va bu davr o'z-o'zidan qisqaradi. Yoki bu umumiy so'rovlar natijasida aniqlanadigan muammolar. Ikkinchi muammo bu albatta har bir nikoh quruvchi nikohdan oldin tekshiruvdan o'tgan bo'lishi shart. O'sha nikoh guvohnomasini o'zi tekshiruvdan o'tmasdan hech qanday holatda berilmasligi aniq. Tekshiruvdan o'tganda ham o'sha to'liq o'sha ayol va erkak o'zini reproduktiv salomatligini tekshiruvdan o'tkazgan bo'lishi kerak. Qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, unga o'sha to'ygacha, nikohgacha bartaraf qilingan bo'lishi kerak. Endi ayrim holatlarda to'g'ridan to'g'ri nikohgacha tekshiruvlar bo'lmagan bo'lishi yoki bo'lgan bo'lsa ham chala bo'lgan bo'lib, to'ydan keyin mana shunaqa farzand homiladorlik bo'lmay yurish muddatlari aniqlanadi to'g'ridan to'g'ri. Buni endi umumiy tekshiruvlar uni sababini aniqlab beradi. Bunda er va xotin murojaat qilganda birinchi o'rinda masalan ayol kishini biz ko'pincha odatlanamiz ginekolog mutaxassis, erkak kishini urolog androlog mutaxassis tekshiruvdan o'tkazadi va bunda o'sha birlamchi tekshiruvlar obyektiv ko'riklarga asoslanib va laborator spermogramma, gormonal fon tekshiruvlari oqibatida qanaqadir sabablar aniqlanadi. Lekin biz yana murojaat qiluvchilarga tavsiyamiz masalan dastlabki 3 oy yoki to'ydan oldin tekshiruvlar bo'lgan, hammasi muammosiz tekshiruvlar chiqqandan keyin to'ydan keyin qanaqadir 3 oy, 4 oy, 5 oyda farzand homiladorlik bo'lmaganda xavotirlanish asossiz deb bilamiz. Chunki farzand homila bo'lish uchun ham qanaqadir bir vaqtli ham talab qilishi mumkin. Kuzatuvlar natijasida shuni aytadiki, hamma tekshiruvlar joyida bo'lganda ham qanaqadir bir vaqt talab qilinishi mumkin. Buni ham inobatga olib qo'yish kerak.